Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kelibsizlar. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşembe. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 23 may günü başlagan Braziliya ziyaretini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 27 may günü Argentinaga yetib kelgan Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati 29 may kuni atdiganda Buenos Airesda Argentinadagi 1 milliondan ortiq musulmonga vakillik qilayotgan Argentina Cumhuriyetlik Islom markazini ziyorat qilib, Islom markazining raisi Fabian Anka va bosh kotibi Hasan Al-Bacha qatorliqlar bilan ko'rishib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan musulmon xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Dünya Uyg'ur qurultayi bilan Argentina Cumhuriyetlik Islom markazi o'tirisida bundan keyin elib beriladigan hamkorliklar haqida tafsiliy muzokara elib bordi. Argentina Cumhuriyetlik Islom markazining rahbarlari ko'rishda qilgan so'zlarida o'zlarining har zaman irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Sharq Turkistonlik musulmon qarindoshlari bilan bir safda turadiganligini va Dünya Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida 2022 yil 17 avgust kuni Argentina jazo mahkamasiga sunilgan arznamaning muvaffaqiyati uchun tirishchanlik ko'rsatganligini bildirishdi. Dolqin Aysa әпәндім Argentina Cumhuriyetlik Islom markazidagilar bilan elib borgan ko'rishish jarayonida qilgan so'zida irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining 2 dunyo urushi mezgilidagi Yahudilar duchor bo'lgan ichinishli tragediya bilan o'xshab ketadiganligini, 2 dunyo oxirlashgan 77 yil burun endi asla takrorlanmaydi deyilgan natsist lagerlarining va irqiy qirg'inchilikning Sharq Turkistonda qayta takrorlanishining insoniyat dunyosi uchun og'ir bir ornomus ekanligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilishning xalqaro jamoatchilikning insoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati orqadan Argentinada ta'siri intayin kuchli bo'lgan sobiq senator Norma Morandin xonimni uyida ziyorat qilib, uningga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berish bilan birga, uningdan irqiy qirg'inchilikka qarshi harakatga o'tish haqida Argentina parlamenti va hukumatiga besim ishlatishni talab qildi. 29 may tushdan keyin qurultay hay'ati Argentina tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, tashqi ishlar ministrligining munosabatli mas'ul xodimlari bilan ko'rishib, suhbat elib bordi. Dolqin Aysa әпәндім suhbat qilgan so'zida irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining 2 dunyo urushi mezgilidagi Yahudilar duchor bo'lgan ichinishli tragediya bilan o'xshab ketadiganligini, 2 dunyo oxirlashgan 70 yil burun endi asla takrorlanmaydi deyilgan natsist lagerlarining va irqiy qirg'inchilikning Sharq Turkistonda qayta takrorlanishining insoniyat dunyosi uchun og'ir bir ornomus ekanligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilishning xalqaro jamoatchilikning insoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Argentina hukumatining o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan vahshiyliklarga qarshi o'zining maydonini ochiqcha bildirishini va Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi shakllangan xalqaro birlik safdan o'rin olishini umid qildiganligini ifoda qilishdi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati yana Buenos Aires shahrida Argentinadagi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, shundaqla musulmon, xristian, yahudi jamoatlariga mansub diniy guruhlarning vakillari bilan keng doirada uchrashuv olib berib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Dünya Uyg'ur qurultayining Argentinalik advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolar bilan ko'rishib, Dünya Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan 2022 yil 17 avgust kuni Argentina sotiga sungan arzining hozirgi yuzlanishi va buningdan keyingi bosqichlarda besildigan qadamlar haqida muzokara olib borgan Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati advokatlarga Xitoyning jinoiy qilmishlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar sundi. Dünya Uyg'ur qurultayi tarafidan o'tgan yil avgust oyida Argentina federal sotchilar hay'atiga sungan arzi Uyg'urlarning Xitoyning jinoiy isbotlarini davlat sotlariga rasmiy sunishi, shundaqla tunji qitim Xitoy zo'ravonlarining qabih jinoyatlaridan hisob so'rash yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. Dünya Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Argentina sotiga arznoma sunishidagi asosli sabab shuki, Argentina jazo mahkamasi nihoyat keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish olib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega.
Buningga asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyat qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarta irqiy qirg'inchilik ilib borgan Berma hokimiyati ustidan tekshirish boshlagan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Argentina sotining bu afzallikini ko'z tutib, o'tgan yili Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati va amaldorlar ustidan ariz sunish qarori olgan va Londondagi danglik advokat Michael Pollock apandimni ariznoma hozirlashga mas'ul qilgan. Yana Argentinadami maxsus advokat taklif qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı heyetining 23 may kunidan e'tiboran Latin Amerika davlatlariga boshlagan ziyoratiga Amerika va Germaniyaning Latin Amerika davlatlaridagi elchixonalari yaqindan moslashib kelmoqda. Ve Dolqun Aysa başçılıqdaki Qurultay heyetining bexatarligiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelmoqda. 26 may kuni Qurultay heyeti Braziliyaning Sao Paulo shahrida ziyorati bo'layotganda Amerikaning Sao Paulo bosh konsuli John Austin va Germaniyaning konsulxona mas'ullari bilan ko'rishib, ularga Qurultay heyetining bu qatim Latin Amerika davlatlarida boshlagan ziyoratining maqsadi haqida tafsiliy ma'lumot bergan edi. Dünya Uyghur Qurultayı 29 may kuni maxsus tabriknoma e'lon qilib, 28 may Turkiyada o'tkazilgan prezidentlik saylovida yana qayta Turkiyaning prezidenti bo'lib saylangan Recep Tayyip Erdoğan apandimni muborakladi. Qurultayning turk tilida e'lon qilgan tabriknomasi Turkiyaning Berlindagi bosh elchixonasi orqali Turkiya prezidentlik mahkamasiga yetkazib berildi. Qurultayning tabriknomasida Recep Tayyip Erdoğan apandimning Istanbulning shahar boshlig'i va Turkiyaning bosh ministri va Turkiyaning prezident bo'lib vazifa o'tagan davrlarda Uyg'urlarga yaqindan ko'ngil bo'lib kelganligi, BDT'ning umumiy yig'inida so'z qilib, dunyo davlatlarini Uyg'urlarning haq-huquqlarining qo'g'dilishiga kafolatlik qilishga chaqirganligi, Xitoy rahbarlari bilan ko'rishgandimi Uyg'urlar masalasini izchil holda tilga ilib kelganligi, Turkiya hukumatining Uyg'urlar masalasida xalqaro jamoatchilik bilan bir maydonda turib, BDT kishilik huquq kengashida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan besim siyosatini ko'p qatim ayblaganligi. 2023 yili 1-oyda Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu'ning Turkiya-Xitoy munosabatlari nozik bir paytda turayotganligiga qaramasdan Uyg'urlar masalasida Xitoyni yana bir qatim ayblaganligi. Shundaqla Turkiyaning BDT'da Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini ayblab, o'rtaq bayonot e'lon qilgan davlatlar qatoridan o'rin olganligi va buning chet ellardagi Uyg'urlarni alayda so'yindirganligi eslatib o'tildi. Ve Türkiye'nin yanıdan kurulduğun hükümetinden, şundaqlı Prezident Recep Tayyip Erdoğan efendimden hazırı kadar Uyg'urlarga ko'rsatib kelgan g'amxo'rligini yanım kuchli holda davom qildirishni orzu qildiganligi ve Türkiye'nin dunyoning eng qudratli davlatlarining biriga aylanishini umid qildiganligi ifoda qilindi. Qurultayning bayonotida yana mayli qaysi davlatda yashagan bo'lishidan qat'iy nazar, muhojiratga butun Uyg'urlarning Türkiye'ni o'zlarining ikkinchi vatan deb qarab kelganligi va Türkiye'ni nihoyat yaxshi ko'rdiganligi, Türkiye Cumhuriyeti qurulgandan tortib toki hozirgacha butun hukumat va davlat rahbarlarining Uyg'urlarni nazardan aslo saqit qilib o'tmaganligi ta'kidlab o'tildi. Turkiya Oliy saylov komitetining 28 mayda o'tkazilgan prezident saylovi to'g'risida e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, prezident nomzodi Recep Tayyip Erdo'g'an butun ovozning 52,14%iga, Kamal Kılıçdaroğlu 47,86%iga erishgan bo'lib, Recep Tayyip Erdo'g'an 27,725,131, Kamal Kılıçdaroğlu 25,432,951 ovoz olgan. Bu statistikaga asoslanganda Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiya Cumhuriyetining prezidenti bo'lib saylangan. Xalqaro kechirim tashkiloti 26 may kuni bayonot e'lon qilib, yaqinda Hong Kong aerodromida tutilgandan keyin hech qanday xabar bo'lmagan Abduli Abdurahmonning ahvoli haqida Hong Kong yerlik hukumatining uchirib berishini talab qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Abduli Abdurahmon Koreyada doktorlikda o'qiyotgan o'quvchi bo'lib, 5-oyning 10-kuni Hong Kongdagi do'stini ko'rgili borganda, aerodromda soqchilarning tutib so'roq qilishiga uchragan. U bu ahvolni darhol do'stiga yetkazgan. Shundan keyin uning hech qanday izdirki bo'lmagan. Abdualining ahvolidan ansirgan do'sti bu uchurni ommaga oshkorlagan. Xalqaro kechirim tashkiloti bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Hong Kong hukumati bu oyning 5-ida Koreyadan Hong Kongga berib yo'qolib ketgan Uyg'ur o'quvchining hozir nada ekanligi va taqdiri haqida uchirib berish kerak. Biz uning Xitoy qonunsiz o'tkazib berilish va xohlagancha qamalib qiyin qistoq uchrash xavfidan ansirmoqdamiz. Xalqaro kechirim tashkilotining egilishicha, Abduli chet elga chiqqanlik uchun Xitoy hukumatining qora tizimligiga kirib qolgan Uyg'urlardan bo'lib qolgan. Bundaq Uyg'urlar Xitoy hukumatining xohlagancha tutqun qilishi, uzun muddat qamab qo'yishiga uchrab kelgan. Xalqaro kechirim tashkilotining tadqiqotchisi Alkan Akat mundaq degan: Abduli 2 haftadan buyon yo'q. Yaqin yo'riqlari uning holidan xabarsiz. Abduli agar xalqaro e'tirof qilgan biror jinoyatga chetilgan bo'lsa, Hong Kong hukumati uning isbotini ko'rsatishi, bo'lmasa Abdulini darhol qo'yib berish kerak.
Bu bayonotda aytilishicha, Abduvalining Hong Kongda tutilishi Uyg'urlarning davomli ta'qib nazorat va bostirishga uchrayotganligini, shundaqla Hong Kongning ilgirgidek ma'lum avtonomiya huquqiga ega alohida rayon emas, balki Xitoyning boshqa o'lkalardan hech qanday farqi qolmagan bir joyga aylanganligini ko'rsatib berdi ekan. Xitoy bilan Qozog'iston munosabatlarining kuchayishiga ergishib, Xitoy doiralari Qozog'iston taratqullarini Sharq Turkistonga kirgizib, yangi tashviqot to'lqinini qo'zg'agan. Xitoy xabarlar torining 29 may kuni bergan xabarda aytilishicha, Qozog'iston Turan televiziyasining surat kelish gruppasi taklifga binoan Sharq Turkistonga kelib, 5 ayning 17 kunidan 27 kunigacha Ili oblastining Qo'rg'os, Kunas, Nilqa, To'qistara va G'o'lja noyalarida program ishlash uchun ziyorat ilib borgan. Xabarda aytilishicha, 2024-yili Xitoyning Qozog'iston sayohat yili bo'lib, Xitoy hukumatı Qozog'iston ko'plab sayohatchi avatishdan ilgari Xitoyning Qozog'istonga yaqin keladigan sayohat nuqtalari va qozoqlarning turmushini ularga ko'rsatib, Xitoy bilan Qozog'iston o'rtasidagi tushunish va do'stlikni ilgari surmoqchi bo'lgan. Turan televiziyasi surat kelish gruppasi Ili viloyatidagi noyalarni va chiroyli tog' daryolarni, baxtli yashayotgan xalqni ko'rib, go'yo Shveysariyaning go'zal manzarasini ko'rgandek bo'lganligini, qozoqlarning tulpor usuli va uyg'urlarning chin usulini ko'rib, o'zgacha ta'sirot olganligini bildirishgan. Xabarda deyilishicha, Qozog'istonning davlatlik taratqusi Sharq Turkistonda amaliy ziyorat elib berib, sen ko'rinishlar orqali atalmish Şinjanning haqiqiy ahvolini anglatmoqchi va atalmish Şinjan hikoyasini O'rta Osiyoga tonishtirmoqchi bo'lgan ekan. Xitoy hukumatining g'arb taratqullarining Sharq Turkistonni ziyorat qilish talablarini rad qilib, Xitoy bilan munosabat yaqin bo'lgan yoki iqtisodiy jihatdan Xitoyga beqinib qolgan O'rta Osiyo davlatlarining taratqullarini taklif qilib, Sharq Turkiston haqidagi tashviqotlarni bozorga selishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati yaqinda O'rta Osiyodagi 5 davlat, jumladan Qozog'iston prezidentini Xitoyga taklif qilib, do'stlik va taraqqiyotni yangi pallaga ko'taradiganligini jakarlagan edi. Xitoy hukumati O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish uchun madaniyat aloqasi va sayohatchilikni kuchaytirishni planlagan bo'lib, tashviqotmi uning muhim bir turiga aylangan. Siyosiy kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoyning maqsadi Qozog'istonning boyligini harbiy kuch bilan emas, balki yumshoq kuch, ya'ni tashviqot va madaniyat singdirmichiligi bilan egallash ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.